qadri insonlik. Aziz Aysa al-Kun. Ey dünya, biz isandımı? Bir qadri insonlik mehr muhabbeti bilan, o'zining yaratılgan izzat va qadr qimmati bilan odam bo'lib yashashga nido qilayotgan dunyoda Uyg'ur biz degan bir millat bor. Men dunyodagi eng erkin bir davlatda turib, bu qo'rlarni yezayotganimda Xitoyning jazo lagerlariga Uyg'ur bo'lib dunyoga to'ralganligi uchun jinoyat chiqarilib, ko'k osmonni, kun nurini, erkin parvoz qilgan qushlarni ko'rib yashash huquqi tartibilangan, har kuni bir qacha oshqizor bo'lgan millionlagan begunoh Uyg'ur o'lim girdobida azob chekmoqda. Nursiz bir jup ko'zlardan umid shamlari pildirlab uchaydab qolgan. O'zlarini tasavvur qila olmaydigan yiroq allarga uchib ketgan yurak paralarining yinida bo'lishini, ko'zlari yumilg'icha ularni bir ko'rib olishini, o'zining eng oxirgi orzusi qilgan Uyg'urning millionlagan mehribon onalari, cümleden mening anam, sizlarning o'g'linglar bo'lib qolganligimdan, sizlarni odimiy hayvonlarning zulmidan qo'g'diy olmaganimga cheksiz o'kinaman. Mendek yaramsiz farzandinglarni kechiringlar. Men sizlarga hech narsa qilib bera olmadim. Sizlarning farzandinglar uchun singdirgan mehnatinglarni toki nafsim to'xtig'icha aqlasammi, bu haq yo'lda o'lsammi, yanada ozlik qiladi. Men har saharda sizlarning omon esanliginglar uchun duo qilaman. Sizlarning hurliginglar uchun qanday xizmat qilishning imkonlari ustida bosh qotiraman. Bor va yo'q imkonlarni izlash uchun harakatga o'taman. Ey erkin nafas ilib yashayotgan Uyg'urim, bugun Uyg'urning vatani, buvisi, mumisi, otasi, onasi, bolasi, nevri chevrisi, hatto o'liklarning qabrisi. Uyg'urlikning jimiki jismi va ruhi, Uyg'urning o'ziga tava hamma narsa halokat girdobida va o'lim oldida jon talashmoqda. Ular o'zlarining bu xor va zabun holini dunyoga yig'isi bilan bildirishdan boshqa bir yo'li qolmadi. Ammo bizda umid bor. Yaratquchi Parvardigorimizning iltifoti bilan xuddi Nuh alayhissalom to'pon balasidan saqlab qilish uchun dunyodagi barliq hayotlikning o'rnaklarini kemisida saqlab qolgandek, taxminan 1 milliondan ortiq Uyg'ur nasli Xitoyning iblis changilidan qochib chiqib erkin yashamoqda. Bu 1 milyon chet ellardagi Uyg'ur nasabi bugungi kunda biz uchun zo'r bir kuchdir. Agar biz bu kuchdan to'liq va unumli foydalanib, xalqimiz hayot mamot halqumida turayotgan bu kunlarda ularning omon esanligini kapolatga ega qilish, ularning bu go'zal dunyoda yashash huquqini qo'g'dash va buning uchun hamma kelishmaslikni, ziddiyatlarni, dunyo qarash, mafkura qatorliq farqlarimizni orqamizga tashlab,
bir ten ve bir ruh bulup xalqimizni qutqizish uchun qo'limizni qo'liga tutishib, mürni mürgi terep, o'zaro madad ve ijobiy kuch berishdan hammamiz o'zimizning Uyg'urlik burchini ado qilishga atlanishdanmi ta'xirsiz ish yo'qdir. Kunlar, tonglarni qo'g'lab aldirash o'tmoqda. Su jim tursumu, dushman jim turmas. Degandek, Xitoy ishg'oliyatchi hokimiyati xalqimizni o'ldirish sur'atini tezlatmoqda. Vahshiyligini, insonlikqa qarshi jinoyatlarni hassilab oshirmoqda. Uyg'urlikni yaratgan, yashnatgan kuchtungur otalarimiz, ata varisi bo'ladigan yigitlarimiz Xitoyning qorong'u zindonlarida chirimoqda. Ularning qani va jismi sitilmoqda. Ruhi qul qilinmoqda. Mehrini o'z farzandlariga dengiz kabi ato qilgan mehribon olimlarimizning yuraklari pig'ondan yerilib nimjon bo'lmoqda. Qo'li chevar, ishchan, vafodor, go'zal, nomuschan qizlarimizning iffat nomusi oyoq osti qilinmoqda. Sabiy bolalarimizni ota-ona mehrsiz qoldirib bizdan yiroqlashtirmoqda. Uyg'ur xalqi eng oxirgi nafsi bilan mavjudlik uchun jon talashmoqda. Allah yaratgan Uyg'ur nomli bu muborak millat hayot bo'lsa, uning hamma narsa mavjud bo'ladi. Agar u o'zining jismoniy va ruhiy mavjudligini yo'qotsa, Xitoyning 14 mingdan ortiq jazo lagerlarida milyonlagan xalqimizni xuddi Chin Temir Botir cho'chkidagi jodugar Xitoy iblislari topinidan qonlarini sho'rab, asta o'ldirsa, millatning qani tugaydi. Basti puklanadi. Put sunudi. Palash bo'ladi. Nimjonlik ichida o'limni kutadi. Afsus. Ming afsus. Bizning cheklik aql idrikimiz, kuchimiz, yonchiqimizdagi oqchilarimiz ahamiyatsiz va unumsiz ishlarga, o'z ishimizdagi fikr ixtiloflar ichida zoyi bo'lib qo'rimoqda. Bu dunyo kuchliklar yashaydigan dunyo. Shuni bugun Uyg'ur qoni yig'layotgan bo'lsa-mu, ammo dunyo ojizlarning ko'z yoshiga ishonmaydi. Yoki ishonsa-mu, takalluf bilan yestashlik qilib qo'yishdan halqimaydi xolos. Shuni Uyg'ur o'zi qutqazmasa, buning uchun hamma Uyg'ur harakatga o'tmasa, Uyg'ur bu qabohatdan qutula olmaydi. Uyg'ur uchun qo'l ko'targan duolarimiz har bir Uyg'urning amaliy harakati bilan el va tan ishimiz kengash, hamkorlik va umlik bilan, qisqasi Uyg'urning kuchi ko'plik bilan dunyo siyosiy sahnasida aql bilan amalga oshadi. Bizga agar dunyo bizni tushunmasa, biz ular bizni tushunadigan mantiqi bilan, aqlimiz bilan gap qiladigan, dunyoviy saviya va keng ko'lamda harakatga o'tadigan vaqtimiz keldi. Ey yaratquchi egimiz, Uyg'urni sen bir ummat qilib so'zlaydigan tili,
yaşaydigan keng ziminlerini ata qılıp yaratgan idin. Bizni adamның balası qılıp yaratgan idin. Gerçi biz senin yaramlıq balan bulalmağan bolsaqmı, bizgi bu növbet qaytadan bir yarılış fürsəti bergin. Dünya, senin bağırın xuddi öz perzentlerini cenidanmı artıq görüdüğen. Mihriban Uyghur analarının qoynidek keng. Muhabbetin tekli makanның toğraqlardek çoğunqur. Şu kenglikinde Uyg'urning öz tupraqida yashash huquqini mahrum qilmaydiganliginga. Seningda bir qatr bo'lsa-mu insonlikning borligiga ishonchimiz bor. Mehribon ana, men seni seg'inib turib bu qurlarni azob ichida yezib ataman. Men 2 yıl burun senin avazını telefonda anlaganda biz bir-birimizni Allah'a tapşırıp vidalaşkan edik. Şunundan keyin senin telefonun cevapsız kaldı. Seni hiçbir zaman isimden çıkarmayman. Dünyanın isiga sendek bir kahraman anının barlığını esiltip durman. Sana ve milyonlagan Uyg'urning namsiz kahraman anılarını dünya unutmusun deb film işledim. Senin uyunga o'xshash öy izlep O'rta Osiyoning 40 graduslik tumuz issiqida çöl jazirlarini kezginim. Talaylıgan gecelerni uyuqsuz ötkazginim hiç iş emas. Seni hemmege qadir Allah aman qilsin. Şundaqdımı bu suallarni sormay qandaq chidayman? Çünkü men senin yürek parang tursam. Senin menden başka balan bolmasa. Keçir ana. Meni keçir. Seni qoğdayalmadım. Meningdek yaramsiz balangni keçir. Chidayalmadim ana. Mening anam var mı sen? Sen hayat mı sen? Eğer hayat bolsan, hazırki halim nechuk sening? Her günü seherdə hayatımның yenidən başlanğan daqiqasida nefsimni sana amanlıq tilash bilan başlayman. Geceleri sana ve sana o'xshash milyonlagan xalqimning amanligini tilash bilan ko'zimni uyquga zo'rlayman. Adalet ve haqqoniyating o'lmagan dünya. Mehringning issiqligiga tangdishi yo'q dünya. Uyg'urningmi seningda yashash haqqining borligini hiç unutmag'in. Uyg'urga bir qatr bo'lsa-mu insonlik bergin. Unu seningdek hür odam bo'lib yashab baqsin. Kimin 19 yılı 4 iyul London. Mənbə El Gün Tori.